Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Toning Proakpam. Hop do'stlar, bugungi videomizda Car Parking multiplayer o'yinini o'ynaymiz. Endi videomiz qanaqa bo'ladi desalaring, sizlar bilan endi bu safar ham oldin City 1da aylanib ko'rgan bo'lsa, bu safar Mountain deb ko'rib chiqamiz. Mountain kartasini endi Mountain kartasi mana shundan mana bu yerdan mana bundasiga Mountain deb bo'lsa kerak. Men shunaqa aylantirayotgan holatimda ham Mountain aylanamiz, ham qoidaga rioya qilamiz. Asosiy mavzu qoidaga rioya qilish. Endi avarankalar o'chiramiz, sadniga qo'yamiz, o'yinlarni yoqamiz. Orqadan ko'ramiz. Endi orqasi kelib turgan ekanmiz, tegishni sal qo'ygan ekan. Avaranka yoqib ketdi. Endi qilamiz, bo'lmasa xatga urib olgan bo'lardik. Sal mashinamiz keyin qimmatroqqa tushib ketardi. O'zga kraskasi original. Menda eng yoqadigan holati bunda kalt bor. Qaranglar mana. Ko'ryapsizlarmi? Kalt bor. Endi qoidaga rioya qilgan holatda haydaymiz. Agar stretcher qo'ysam, mendan ayb emas bola. Men bu yerga bitta kirib ko'ramiz. O't o'chiruvchi zona. Endi hamda olganda favqulodda vaziyat. Men bu yerga bir qarab o'tib ketamiz. Maqsad shu yerda qarab o'tirish. Endi yana ketaveramiz. Yozilibdi. Ketyapti. Stretch kelayotgan ekanmiz. Stop bola endi. Stretch ketgan ekanmiz. Stretchimizni to'g'rilaymiz. Молодцы, bizdan o'tib ketdi. Men filmni peshog'i to'qsam to'xtayapmizmi? Xullas bolalar, men uncha qoidani bilmayman. Men bularga qarab, bular nimani qilsa, men ham xuddi shuni qilib ketaveraman. Endi xullas men mashinani orqasidan yuramiz. Bunday bo'lganda player orqasidan. Player orqasi deb videoga nom qo'ya olmayman. Chunki deganda Muzalif olib qo'yganda, uni ancha oldin player orqasidan deb olganda, agar ko'rgan bo'lsalaring. Bu o'chib qo'ygan o'yinami? Bo'ldi, har yondi. Men bu yerdan xohlaganimiz qilib ketamiz. Uzuk chiziqlardan xohlasak afg'on olamiz, xohlasak olmaymiz deganda, endi men bu yerdan olmaymiz. Bugun obunachilarim bilan taksichilik videosini olgandik bolalar, lekin ming afsus videoga olayotgan zapis olmabdi. Bitta joyda shunaqa qotdi. Mana shu videoga olayotgan o'zi ekran yozuvi bor, ana shu bitta joyda ham qotib ko'rmay qoldim. Men o'yladimki, shunday qotdi deb. Endi biz bularga yo'l berishni bosib ketaveramiz. Avaranka yoqib sekinroq haydaymiz. Mashinamizni sal sekinroq haydamasak, men rolni burolmay qolishim mumkin. Sal tez o'tib ketsak ham mashinam juda qimmatga tushib ketadi. Sal bosib olaylik. 40 da kelayotgan ekanmiz, o'zi ham juda sekinlikda. Biz chekkaga chiqib ketyapmiz. Mercedesda ichki saloniga gap yo'q. Men uchun chiroyli, men uchun yoqadi. Baribir ham eski modellari, bu mashina eski modellari yoqadi menga. BMWniki, lekin BMWniki sal boshqacharoq yaratilgan-u, lekin Mercedesga udar.
Mercedes'ga menga yoqadi. Shuning uchun ham men bu yerdan sal burilib 2 tochka gazimiz bor ekan. Men bu yerdan bir gaz olib ketamiz. Biz ungacha nima deydi, buni qilib turamiz, do'konga kirib turamiz, bir kola deganda. Nimalar bor ekan? Bu yoqda bunaqa choylar bor ekan. Bu kassir. Mana bu yoqda bez gaz bor ekan. Bezni solmaymiz, joyiga qo'yib qo'yamiz. Taras joyiga qo'yib qo'ydik endi. Mana bu yoqda bunaqa oziqaviy narsalar. Ko'ringchi. Yana nimalar bor ekan? Bo'ldi, короче, kola topolmadik. Mana bu qaranglar, yo'qdi. Men ko'rmayapmanmi? Xullas, mashinamiz oldiga kelamiz. Mashinamizni uribmizmi? Qachonki bo'ldi mashinamizda? Oyna singami, tosh otdim ekan bironta mashina. Tosh otibdi. Voy, berim. Orqa fara ketibdi-yu. Men uyimdan chiqayotgan joyimda bo'ptimi ekan? Farani muammosi yengil. Endi men bunday qilib telefon qotyapti, zaryadkamiz 12%. Juda kam. Zaryadga qo'yib o'ynayapman, shuncha telefonimiz qotyapti. To'g'ri kelyapmizmi? O'ynadan qaraylikchi. Yana sindirar ekanmiz, qaranglar. Sal netto ko'rayotgan ekanmiz. Men bu yoqdan shuni orqaga bitta qaydib zadinda shuni ursa endi ketamiz. Oltmish tezlikda ketinglar degan ekan, cheklangan tezlik 60 ekan. Endi bizga juda past. Biz 20-30 shunaqa bosib ketyapmiz. O'zi masalan bitta joydan 70 yozishi mumkin, 75 yozishi mumkin. 60 yozgan bizga 65 gacha mumkin. 5 kilometrga bonus uradi, 5 kilometrgacha. Salom brat, menda sirena bor. Endi qochdik. Kim bilan qilib qo'shim mumkin. Sab qoldim. Agar tormoz bosmay qo'yganimda, tormoz yaxshi. Tormoz bosaman deb signal bosib yuboribman. Tormoz yaxshi qaranglar, hozir men uzunroq yo'lga tushib olaylik, keyin bosamiz. Sentralniy yo'lda bossak, tormozni ko'rsataman. Men salmondan qaydasam, mana to'xtaydi. Men bu yerda tog'ga ketadim, men bu yerdan sirli yo'llarni bilib chiqamizmi? Cho'tdan mashina chang bo'ladi. O'zi yangi olganman shahar aylanish uchun. Endi sekingina mashinalar yo'qmi deb orqa oldiga qarab, ana keldi. Yaxshim bu to'g'ri unday ekan. Yo'lda qismak. Nima qilyapman? Yo'lni qisib o'tamiz, vallahi bizning orqamizdan qoladi. Bizga avanish mumkin. Voy, fura navoy avariya bo'lib ketgan. Mountaindagi furani egalchim ko'rib, furani egalchi ko'rmaydi, o'lib ketdim. Desak ham bo'ladi. Chunki juda katta avariya bo'lgan, men shunaqa bo'lgan, yomg'ir yog'ib turgan bo'lgan, men tarixini bilaman desam ham bo'ladi. Yomg'ir yog'ib turgan bo'lgan, silliq bo'lgan mashina. Endi yomg'ir yoqqanda yangi asfalt bo'lgan paytlari bu fura o'zicha bosib ko'rgan.
Keyin oltdan bitta mashina chiqib qo'ygan, rolni chapga burib yuborgan Evonga. Keyin o'zlaring bilasizlar nima bo'lganini. Mana bu furaning kimi desam bo'lar, egzagi. Mana bu furaning egzagi prosta rangi boshqacha. Shu yerda to'xtaymiz. Endi mana bu yoqdan oldindan bunday haydab, orqadan mana bunday haydab bitta shuni qilamiz. Mana bu yerga to'xtaymiz. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetgan bo'ladi. Hozir mana bu yerdan bitta rasm tushirib qo'yamiz. Shunaqa bitta chiroyli qilib. Buni oldingi bitta tanishimning shu W124 ni rasmi bor edi. Shu videoni qo'yib yuboramiz. Telefon qotyapti. Video o'zidan qaysi ketdi. Hammalarga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.